Assalomu alaykum do'stlar. Kanalimiz hurmatli obunachilari. Bugungi ko'rishmas mumkinmiz. Xudo xolasa Sholqa Mataldamiz. 5 qavatli binoning 2-qavatida jihozlari bilan yurtdoshlar. Barcha jihozlari bilan bir xonani qo'ytiramiz. 2-qavatda Sholqa Matal. Yana bir aytamiz. Bu yerimiz kirgandan prixoshkamiz, prixoshkalar ham shuda qoladi. Bu yerimiz samozelimiz, hojatxonamiz. Ko'rib turganingizdek, hamma narsasi tayyor. Kir mashin deysizlarmi, hamma narsasi bor yurtdoshlar. Patologlarımız anlatışını, kafel, hamma narsasi bor. Tak, bu yerimizde ayollarımız için oshxonasi. Oshxonam hamma ishga tayyor holda turibdi. Ko'rib turganingizdek, kir mashin, hamma narsasi turibdi. Birdan 3 dona narsasini aytadi, faqat bo'lgani shu ishi televizorni oladi ekan, stollarni oladi ekan. Bo'lgani shu joyning ustida gaplashiladi qolgan narsalar. Yurtdoshlar, joyimiz narxi ekranda yozib turadi. Pastlarimiz ham ko'rib turganingizdek laminatlar döşəlib tayyor holda turibdi. Yurtdoshlar, berimiz endi xonasi. Ko'rib turganingizdek xonalardan bir dona ishi stolini olib ketadi ekan. Aziz yurtdoshlar, televizor, xolodilnik, kir mashin, shu hamma narsasi shu yerda qoladi. Devorlarimiz oboy, patologlarimiz natijnoy. Yana joyimiz remont ham gap yo'q, hamma narsasi bor. Tayyor holda. Joyimiz narxi ekranda yozilib turadi. Bemalol telefon rangida telefonlaringizni kutib qolamiz.